yaxshi ko'rgan insoningiz sizga va uchinchi shaxsga raqibingizga bo'lgan tuyg'ularni ko'ramiz. Ismini aytib ko'z oldingizga keltirasizda yaxshi nastroyda, yaxshi pozitivda o'ylaysiz. İlk karta boshlaymiz. Qanaqa energiyalardaligini ko'ramiz. Men 97lik 487 50 nomerda bo'laman kerak bo'lsam. Yozinglar, albatta yozadigan odamlar, telefon qiladigan, yozadiganlar odamlar ko'p. Shuni hisobiga hammaga ham teng отвечать qila olmayman. Bu odam qanaqa inson? Bu odam qanaqa inson? Kurashuvchan, to'xtamas. Hali bo'lishi mumkin, военный ishda ishlayotgan bo'lishi ham mumkin yoki ishida juda ham ko'p kurashlar bo'ladigan holatda ishlaydigan odam bo'lishi ham mumkin. Lekin undan tashqari rosa ham aqlli odam, undan tashqari sovuq, ko'proq aqliga quloq solib ish qiladi. Yolg'on gapirmaydi bu odam. Gapirsa ham o'zini juda ham kam ishlatadi. Keyin hamma yoqda hisob-kitob bilan ish qiladi. O'sha bittada kesib hal qiladigan. Keyin munosabatda ham agarda bir qaror qabul qilsa ham to'xtamaydi. O'ylagan, aytgan narsasidan to'xtamaydi. Shunaqa energiyadagi odam hozirgi bu odam. Lekin bu odamda qandaydir diqqat qilayotgan narsasi bor. Siqib qandaydir asabini buzadigan yo'q, ko'proq diqqat qiladigan, hafsalasi sovib ketyapti bu odamni. Qanchalik qattiqqo'lligiga qaramay, qanchalik sovuq energiyadaligiga qaramay, bu odam kimnidirni chuqur yaxshi ko'radi. U odam uchun ko'p переживать qilyapti, siqilyapti. Menimcha hafsalalari ko'p narsadan sovib ketyapti. Qandaydir qo'li ishga bormayaptimi? Yo'q, qo'li ishga bormayapti emas, hafsalasi sovib ketib, ko'p siqilyapti, переживать qilayotgan ishlari bor. Keyin o'rtalaridagi munosabat qanaqa holatda? Siz bilan bu odamning o'rtasidagi munosabat qanaqa holatda? Munosabatinglar juda ham sovuq holatda, sovuq energiyadaligi tushyapti. Undan tashqari munosabatinglarda menimcha adashmasam sizda ham kimdir bor, unda ham kimdir bor. O'sha o'zi nimadan ma'no o'sha shunaqa uchinchi shaxsu, lekin adashmasam sizda ham kimdir bor bu yerda. Bu odamdan tashqari boshqa kimdir ham bor adashmasamda. Ko'pchiliginglar bu yerda eringiz ham bor, uni ayoli ham bor. Shunaqa energiyadaliginglar tushyapti. Xo'p, u odamda sizga bo'lgan tuyg'ulari qanaqa? Agarda tanigan bo'lsangiz, rasklab tushgan bo'lsa, energiyalar tushgan bo'lsa, o'sha bu yog'ini eshitasizlar. Agar energiya tushmagan bo'lsa, har xil vij-vij gap yozmaymiz qizlar. Chunki deganda bu общий расклад. Без претензий bunaqa narsalar. Dalish agar munosabatinglarga tushgan bo'lsa, sizga bo'lgan tuyg'ulari qanaqa bu odamda? Sizga nimani his qilyapti bu odam? Siz bu odam uchun nima desa bo'ladi? Siz bu odamda olamisiz. Siz bu odamni yaxshi ko'rgan insonsiz. Siz bilan bu odam bu odamda adashmasam siz taqdiridagi odamsiz. Siz bilan bu odam vanindaqa nima deydi? Yaxshi ko'ryapti sizni, lekin u muhabbat bu odamda qandaydir hali yomon holatga solyapti. Ko'p narsalardan hafsalalarni sovutayotgan, balkim siz bilan bo'layotgan munosabatlar bo'lishi mumkin. Yana nima, qanaqa sizga bo'lgan tuyg'ulari? Sizga bo'lgan tuyg'ulari hozirda adashmasam siz bilan o'rtalarda urushib qolibsizlar shekilli. Munosabatinglar keyin yashirincha sizlarni munosabatinglar ko'pinglardagi yashirincha. Keyin bu yerda undan tashqari yaxshi ko'rish, sevgidan tashqari balkim bo'lishi mumkin. Uni sizni boshqalarda oldinglarda ko'proq majburiyatinglar. Endi buni hozirda buni tuyg'ularni sizga ko'rilyapti. Menimcha bu odamni sizni yaxshi ko'radi-yu, lekin qandaydir boshqa tarafda bu odamning o'zining majburiyatlari bor. Oilasini oldida shunaqa holatlari ham bu odam uchun muhim. Yana nimani his qilyapti? Juda ham qiynalyapti bu odam. Juda ham siz bilan munosabatda yomon holatga tushib qolyapti. Kartada ko'rinyaptimi qanaqa holatga tushayotgani? Ichidagi qandaydir o'rtalarda agarda urushib qolgan bo'lsanglar,
hozirda bu urushib qolganinglar bu odam uchun og'ir o'tyapti. Siz bu odamni yaxshi ko'rgan, yoqtirgan ayolisiz. Siz bu odamni o'zi xohlagan ayolisiz. U yonidagi uchinchi shaxsga, sizdan tashqari boshqa uchinchi shaxsga bo'lgan munosabati qanaqa ularni? Bularda o'rtasida qandaydir oydinsizliklar bor, yolg'on, yashirincha narsalar borligi tushyapti. Undan tashqari yana nima bo'lyapti bularning o'rtasida? Bu yerda, конечно, ayol kishi qadrli, no, lekin muhabbat bo'lmasa ham, lekin qandaydir yoqtirish, yaxshi ko'rish, shunga o'xshagan holatlar bor. Yana qanaqa? Lekin bu munosabatlardan qaysidir birini hafsalasi sovib ketyapti. Munosabatlardan ketishga majbur bo'lyapti, menimcha adashmasam. Albatta bularning o'rtasida xiyonat bor, yolg'on narsalar bor. Tuyg'ulari qanaqa? Uchinchi shaxsga siz aqlingizdagi, qalbingizdagi insonni tuyg'ulari qanaqa? Bu yerda bu odam aytayaptiki, meni bu odam yaxshi ko'rgan, yaxshi ko'rgan emas, yo'q, meni mulkimni, tipa shunaqa degan tarzda qarayapti. U odamga nisbatan tuyg'ularida ichida anaqa g'ashi kelish, g'azabi bor, yoqtirmasligi bor. Lekin bu odamda u insonni hozir menimcha уже 100%, 80% xotinni ko'ryapmiz. Уже uchinchi shaxs ayoli. Chunki deganda уже ayolim deyapti-da, u ayolni nikohidagi uylangan ayolim deyapti. Tuyg'ulari qanaqa? Menimcha adashmasam bu ayol bilan bu insonni tuyg'ulari unchalik yaxshi emas. Yo'q, yaxshi emas. Majburan qandaydir bir qarorlarga kela olmayapti, qandaydir bir majburan yashayapti, oilasi uchun yashayapti. Kartalar tushganini qaranglar, как будто terib gapirilayotgandek. Bularning o'rtasida ko'proq mana birovlar nima deydi, odamlar nima deydi, undan tashqari mahalla-ko'y, undan tashqari otam, onam deganlardek shunaqa narsalar ko'proq rol o'ynaydi bularning o'rtasida. Bu yerda bu erkak kishi munosabatlarda to'g'ri aktiv bor. Erkak kishi o'zini vazifasini qilyapti bu yerda. Lekin tuyg'ularda bu yerda уже unchalik yaxshi energiyalar emas. Boshqa уже tarafga talpinayotgan ichida anaqalar bor, katta muhabbat bor, lekin u katta energiyani bu odam уже so'ndiryapti. Kimga nisbatan? Hozirda gaplashmayotgan ayoliga nisbatan. Menimcha siz bu yerda munosabatinglar to'xtab qolganligini gapiryapti. Energiyalar yaxshi emasligini. Xo'p, urushib qoldi deyapti. Demak, bu yerda kartalar hozir sizga bo'lgan tuyg'ular yo'q. Sizga bo'lgan tuyg'ularni ko'rdim. Kameram qimillab ketdi. Sizga bo'lgan tuyg'ularni ko'rib, aloqaga chiqish niyati bormi? Shuni ko'ramiz. Aloqaga chiqish niyati bormi desam, aloqaga chiqadi bu odam, chunki deganda sizga o'rganib qolgan. O'sha siz bilan hozir bu odam sizga qandaydir bo'lishi mumkin, hammanglarda bo'lmasa ham qaysidir biringlarda sizga qaram bu odam, lekin ko'pchiliginglarda bu odam sizga o'rganib qolgan. O'rganib qolganda hisobiga ham siz yolg'iz bu odam, ko'ngliga hech narsa sig'mayapti. Yo'l qarab chiqib yurib kelyapti. Aloqaga chiqadimi desam, ichib o'tirganini ko'rsatyapti, ishlayotganini ko'rsatyapti. Aloqaga chiqadimi? Chiqadi. Lekin chiqadi-yu, qandaydir juda ham qiyin bu odamga, qiyin bo'lyapti. Sizga aloqaga chiqish, siz bilan отношения bu odamga juda ham qiyin, yuragiga qiyin, shunaqa qiyin bo'lyapti. Что-то g'alati anchalarchi siqilib qopti buninglar. O'zinglar ham siqilib qopsizlar shekilli. Sizlar o'rtanglarda juda qattiq, kuchli kelishmovchiliklar bo'lganligi ko'rsatilyapti. Lekin menimcha bu hozir sizni o'y-xayolingizda har xil o'y-xayollar borligi bu yerda ko'rinyapti. Xayolingiz ashunda tinmay faqat shu odamni o'ylayapsiz. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar.